Demak, keyingi misolga to'xtalib o'tamiz. 46-misol. Ko'rib turganimizdek, mana shu qismlardan iborat. Sistemani yana o'sha boya aytib o'tgandek ikkita qismga bo'lib olamiz. Birinchi qismimiz x plus y plus 2z barobar 1/7 ga. Ikkinchi qismimiz esa 2x plus y plus z barobar 1/5 ga. Yana xuddi shunday ikkinchi qismni ham yoza olamiz. Xo'p, 2x ya'niki mana o'rtadagi xatni 2 marta ishtirok ettirdim. Plus y plus z barobar 1/5 ga. Xo'p, ikkinchi qism x plus 2y plus z teng 1/6 ga. Xo'p, endi yuqoridan nimani qisqartirsam, pastdan ham xuddi shuni qisqartirishim kerak, bilasizlar. Kelizlar yana shu x ni qisqartirib olamiz. Demak, yuqorini ko'paytirib olamiz. Buning uchun 2 ga yana. Xo'p, 2 ga ko'paytirsam 2x plus 2 ga ko'paytirsak 2y plus 2 ga ko'paytirsam 4z. 4z barobar 1/7 ni 2 ga ko'paytiradigan bo'lsam 3/4 ga teng bo'ladi. Ikkinchi qismni esa o'z holicha yoza olamiz. 2x plus y plus z teng 1/5 ga. Xo'p, endi yuqoridan pastni ayiraversam 2x dan 2x 0, 2y dan y ni ayirsam y, 4z dan z ni ayirsam plus 3z. Barobar 3/4 dan 1,5 ni ayiradigan bo'lsam, demak 1/9 ga teng bo'ladi. Endi pastda ham xuddi shunday 2 ga ko'paytira olamiz, sababi x larning koeffitsiyenti teng emas hali. Yuqorisi o'z holicha yoziladi. 2x plus y plus z teng 1/5 ga. Pasti esa 2x plus 4y bo'ladi. 4y plus 2z teng 3/2 ga. Xo'p, pastdan yuqorini ayiramiz bu yerda. 2x dan 2x ayirsak 0, 4y dan y ayirsam 3y, 2z dan z ni ayirsam plus z. 3/2 dan 1/5 ni ayirib taylaydigan bo'lsam 1/7 ga teng bo'ladi. Demak, sistemamizning bitta qismi mana shu bo'lsa, kelinglar shuni bu yoqdan yoza olaylik. Uchkaz. Bir daqiqa, ruchkamiz chiqmay qoldi. Bo'ldi. Xo'p, mana bu joyda yoza olaylik shuni, kelinglar. Xo'p, 3y plus z teng 1/7 ga. 1/7 ga. Ikkinchi qism mana bu yerda edi, yodimizda bo'lsa, y plus 3z teng 1/9 ga degan qiymat edi. Endi shuni ishlashimiz kerak. Demak, y larni qisqartirmoqchi bo'lsam, pastni masalan 3 ga ko'paytirib olamiz. Yuqori o'z holicha 3y plus z teng 1/7 ga. Past ko'paytiradigan bo'lsak 3y plus 9z teng 3 kare 9 3 kare 9 27, 3 kare 1 3. Demak 5/7. 5/7 ga teng bo'ladi. Endi mana 3y lar qisqarib ketadi. 9z dan z ni ayirib taylasam 8 ta z bo'ladi. 8 ta z barobar 5/7 dan 1/7 ni ayirsam 4. Demak, bu yerdan z ni qiymatini topsam 0/5 ga teng bo'lar ekan. Endi istalgan biriga olib borib qo'yamiz. Masalan, 3y plus z teng 1/7 ga olib borib qo'ysam, 3y plus z ni o'rniga z barobar 1/7 dedim. Z ni o'rniga 0,5 qo'yamiz. 3y plus 0,5 barobar 1/7 ga. 3y barobar
1,7 ayrılgan 0,5. 3y teng 1,2 ga. Y teng 1,2 bo'lingan 3 ga. Y teng 0,4 ga. Demak, y teng 0,4, z teng 0,5. Endi x ni qiymatini topmoqchi bo'lsam, yuqoridan istalgan biriga olib borib qo'yamiz. Masalan, x plus y plus 2z teng 1,7. X plus y plus 2z teng 1,7. Endi bizda y ni qiymati 0,4 chiqqan, x ni qiymati noma'lum, z ni qiymati 0,5 chiqqan. Demak, x plus y o'rniga 0,4 qo'yamiz. 0,4 plus 2 ko'paytirilgan z ni o'rniga 0,5 qo'yamiz, barobar 1,7 ga. X plus 0,4 plus 1 barobar 1,7 ga. X plus 1,4 barobar 1,7 ga. X teng 1,7 ayrılgan 1,4 ga. X teng bu yerdan 0,3 degan qiymat kelib chiqadi. Quyidagi misolimizni ishlashimiz kerak. Bu misolimizda aytib o'tibdi. Demak, bu 3 noma'lum sistema. X plus y plus z1. Xullas mana shu. Bu yerdan yodimizdan chiqmasin, 3 noma'lum sistemada yuqoridan nimani qisqartsangiz, pastdan ham shuni qisqartirib ketaverish kerak. Dastlab 3 noma'lum sistemani ikkita qismga ajratib ishlanadi. Ya'ni asli buni sal soddaroq usulda ham ishlasak bo'ladi, lekin o'sha hammasini bir xil usulda tushadigan uslubda ishlab ko'rsatib o'taman. Qaraymiz. Demak, sistemani dastlab ikkita qismga ajratib olamiz. Ya'ni bitta qismni 2 marta ishtirok ettiramiz. Kelingizlar, o'rtadagi qism 2 marta ketadi. Birinchi qism x plus y plus z barobar 1 deymiz. Ikkinchi qism esa 2x plus y plus 3z teng 2 deymiz. Endi yana bitta qismga ajratamiz. Buni o'rtadagi 2 marta ishtirok ettirib dedim. 2x plus y plus 3z barobar 2 ga. Pastdagi qism esa x plus z barobar 0,7 ga. Endi yuqoridan nimani qisqartirsam, pastdan ham shuni qisqartirishim kerak. Kelingizlar, yuqoridan masalan x larni qisqartiramiz. Buning uchun yuqorini ko'paytira olamiz 2 ga. 2 ga ko'paytsam 2x plus 2y plus 2z barobar 2 ga. Pastini ko'paytiradigan bo'lsam, demak 2x plus y plus 3z barobar 2 ga. Xo'p, oxirgacha ishlab qo'yamiz endi buni. Bu yerda ikkalasi ham teng bo'lgani uchun yuqoridan pastga ayiramiz, chunki mana birinchisi kattaroq. 2x dan 2x ayiramiz 0, 2y dan y ayiramiz y. 2z dan 3z ayiramiz minus z bo'ladi. Chunki kattasidan kichigini ayirib, kattasidan shurasini yozamiz deganmiz, barobar 0. Demak, y dan z ayirsak 0 chiqar ekan. Ikkinchisini ishlaymiz endi. Ikkinchisini ham xuddi shunday 2 ga ko'paytiramiz, sababi x bu yerda 2, bu yerda 1. Yuqorisi o'z holicha 2x plus y plus 3z teng 2 bo'lsa, pastda 2x plus 2z barobar 1,4. Yana bu yerda yuqoridan pastga ayiramiz. Demak, 2x dan 2x 0, y dan yo'q, mana bu yerda yo'q bo'lgani uchun 0 y deb tasavvur qilamiz. Y dan 0 y ayirsam, yana y bo'ladi. 3z dan 2z ayirsam plus z qoladi. 2 dan 1,4 ni ayirsam 0,6 bo'ladi. Endi mana bu ikkita qism birlashtirib olinadi. Ya'niki y minus z teng 0, y plus z teng 0,6.
Xo'p, bu yerdan istasak y ni, istasak z ni qisqartirsak bo'ladi. Shu paytgacha ishorasi bir xillarga to'xtaldik, endi ishorasi har xillarga ham to'xtalamiz. Masalan, y lar qisqartsam, bu y oldi ham plus, bu ham plus. Ayrish usulda ishlaymiz, to'g'rimi? Lekin z ni qisqartsam, biri minus, ikkinchisi plus. Demak, bunday vaziyatda oldin ham aytgandim, ishoralar har xil bo'lsa, qo'shish usulida ishlaymiz. Demak, ikkalasini qo'shib olamiz. Y ga y qo'shsam 2y, plus z ga minus z ni qo'shsam, mana qarangizlar, plus z minus z necha bo'lib ketadi? 0. 0,6 ga 0 ni qo'shsam 0,6. Endi mana bu ko'paytirishimiz bu yoqqa bo'lish bo'lsa, demak 0,6 bo'lingan 2 bo'ladi. Y teng 0,3 ga teng bo'ladi. Xo'p, y teng 0,3 kelib chiqdi mana. Endi ana shu y ni olib borib, istalgan biriga bu yerga qo'ysak, z ni qiymati kelib chiqadi. Keling, mana bu ikkinchi qismga qo'yamiz. Y plus z teng 0,6 ga y tengdan 0,3 qo'yamiz. 0,3 plus z teng 0,6 ga. Xo'p, z teng 0,6 ayrilgan 0,3 ga. Bu yerdan z ni qiymatini topsam 0,3 ga teng bo'ladi. Demak, z teng 0,3, y teng 0,3. Endi x ni topsam, x ni mana bu joydan topib olaman. X plus z teng 0,7. Z ni o'rniga 0,3 qo'yamiz. X plus 0,3 teng 0,7. Xo'p, bu yerdan x ni qiymatini topadigan bo'lsam, 0,4 ga teng bo'ladi. Demak, bizga hammasini qiymati kelib chiqdi. Mana x ni qiymati 0,4. 0,4, z ni qiymati 0,3 va y ni qiymati 0,3 degan qiymatlar ekan.